Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Assalamu alaikum hürmetli qarindaşlarım. Men oldingi dersimde şu toydaki çay hakkında ve nikah hakkında sözlegen edim. Kız bilen yigitninki nikahı oqilgandan keyin bular bir ailede cemi buludu. Hammamizning nishon maqsadi bu ailede muhabbet, baxt, saadet bo'lsin deymiz. Lekin haqiqat shuni ko'rsatib berdiki qarindoshlar, biz navbatdagi hozirgi oilalar bilan burunqi yani ota-onamizning, buvularimizning oilasiga selishtirsak, hozirgi oilalarda baxt, saadat yo'qolib ketganlik yoki oz bulug'liq. Nimishqa desa, chunki hozirgi oilalarning ajrashish nisbati burunqilarga qaraganda favqulodda yuqori. Nima uchun oilalar ajrashadi? Baxt, saadat yo'qolgandan keyin ajrashadi. Unda bo'lsa, biz yashayotgan zamonda bir ayıp barmı desek yo'q, unda emas. Ayıp bizde. Bizdeki en çoğun ayıp olsa biz dünya parası olab ketdik. Hamma ishga, hamma narsaga moddiy manfaat nuqtasidan qaraydigan bo'lib ketdik. Mana bu qarash bizga dinimizni unuttirdi. O'zimizning islomiy ana İslami medeniyettin bizni jiroqlashtirib etdi. Rasulullahning sunnatidan bizni yiroqlashtirib etdi. Mushu baxt saodatning oilamizga qaytib kelishini arzu qilsak, oilamiz mehr muhabbatga to'lsin desak, unda qanday qilishimiz kerak? Bunun birdan bir yo'li Allah ve Allah'ın Resulü bizge sizip bergen yol. Bundan başka bizge çıkış noktası yok qarindoshlar. Can peygamberimizning sünnetide mangsak ondan keyin baxt saadat bo'la olamiz. Endi biz mushu oilamizni baxt saadatlik oila bo'lsin, Allah rozi bo'ladigan oila bo'lsin, bir musulmon oilasi bo'lsin desak qanday qilishimiz kerak? Qanday er bo'lishimiz kerak? Qanday ayol bo'lishimiz kerak? Men bu haqda izlanib qarasam, dunyodagi birinchi numurli eng yaxshi er bo'lsa Rasululloh ekan. Undaqda biz Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam bir er bo'lish sifati bilan oilasida qanday erdi, xotin bolalarga qanday muomala qiladi, mana bu shu haqda to'xtalishni to'g'ri ko'rdim. Nimishqa degan chaqda Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda shunday deydi: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Sizlarga Allohni qiyomat kunini umid qilsanglar, payg'ambaringlarda nihoyat yaxshi o'rnak bor deydi. Yani siz Allah'ın rahmetiga erishmoqchi bo'lsanglar, yani mush dunyoda, oxiratda Allah rahmet qilsin desanglar, qiyomat kunsi Allah'ın rahmetiga erishaylik desanglar, Rasulullah'ni o'zingizga o'rnak qilinglar deydi. Qur'onda taxminan 40 dan ko'p oyat bizning Rasulullahga itoat qilishimizni va Rasulullahni o'rnak qilishimizni buyuradi qarindoshlar. Şunun Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte kullu ümmeti yedhulunel cenne illa men eba dedi. Mening ümmetimden hemmesi cennet kirdi, bırak şu cennetke kirgili unmağallah debdi. Ya Resulullah, ve men yeba ya Resulullah, bu cennet kirişki kim unmaydı, kim başlatıdı debdi. Men ata'ani dekhalel cenneh ve men asani fekad eba. Kim ki mening yo'limni tutmasa o adam cennet kirishini xohlagan adam, mening yo'limdan yuz o'rgan adam cennet kirishini xohlamagan adam deyapti. Shuning uchun biz barliq ishlarimizda Rasulullahning sunnat bo'yicha mangamiz, Rasululloh bizningki ulgimiz. Birdan bir ulgimiz qarindoshlar.
Şun Kur'an-ı Kerim'de mi? Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Siz Allah'ını yaxşı görsanlar, Allah'ını yaxşı görləşinin ifadesi bana ergişiş deydi Rasulullah. Kul in ey Muhammed deyin ki, siz Allah'ını yaxşı görsanlar bana ergeşkin deyin. Yani Allah'ını söymesek Müslüman bulmayımız. Hem de Allah'ını söygenligimizni qanday ifadelaymiz? Rasulullah'a ergeşiş ve Resulullah'ın özümüzü örnek kılış ile Allah'a boğan muhabbetimizni ifadelaymiz. Hem de meşhur Resulullah'ın bir erbulu süptüden ailesinde qandaq bir muamilde bulatdi, qandaq erti degan vaqtida buningda Rasulullahning bu to'g'riliq so'zlasak ajoyib gaplar bor ekan qarindoshlar. Lekin men vaqt munosabati bilan mush Rasulullahning erbuli sifati bilan oilasi qandaq bir odam edi degan bu temini 10 temaga ixchamlab, 10 nuqtaga ixchamlab tushundirmoqchi. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ayalını söydiğen ve söygenligini ağzı bilen iniq deydiğen bir araydı qarindoshlar. Bu şeriatimizdeki ko'rsatmasi bu. Mesela bir qatim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Amr ibn al-As degan sahabini musulmonlar qo'shinning bosh qo'mondonlikqa tayinladi. Bu qo'shinda Abu Bakr, Umar, Osman, Ali radiyallahu anhumudek kat sahabeler baydı. Şunda olsa Amr ibn al-As'ne kumandalık tayinledi. Hem de bunun muşunda boğan iken Amr ibn al-As Rasulullah meni hemmeden bak yaxşı görem nima degan o'yga kep qaldı mı iş qilib Rasulullah'dan mandaq savol sordu. Ya Rasulullah sizlar hemmeden bak kimni yaxşı görürler dedi. Endi bu yerda men seni yaxşı görmen desa bu tarixga yozildigan bu Umar ibn As uchun cho'ng bir shon sharafda. Mush shon sharafga erishish maqsad dedimi? Ya Rasulullah, sizlar hammadan kimni yaxshi ko'rlar debdi. Men Oyishani yaxshi ko'rmadim qarindoshlar. Yani ayoli Oyishani hammadan yaxshi ko'rmadi dedi. Voy men ayollandimidim, erlandidim debdi. Oyishaning dadisi Abu Bakrni yaxshi ko'raman dedi. Demek bu vakalikten nimeni düşünümüz degende Rasulullah özünün ayalını muşundaq yaxşı görgen ve yaxşı gördüğanlıqını xalq alamının aldıda xicil bulmasdan, tartılmasdan degen. Bu ayalını yaxşı görgenligini yaxşı görme degenlik bir erlik gururga yoki erlik saltanatga ta'sir etilgan ish emas qarindoshlar. Mana bu Rasulullah'ın sünneti, Rasulullah'ın bizga bergan ulgisi. Şunun Rasulullah bir qatim dua qilib o'tib Elhamdülillahillazi razaqani hubbu Ayşe. Ayşe'nin muhabbetini mende kılgan Allah'a hamd sana olsun dedi. Bundan ayallık otursidagi muhabbetni Allah'ın berdiğanlığı. Ve Resulullah'ın bu duasida Ayşe'nin ne kadar yaxshi ko'rdiğanligini bayon qilingan. Endi bu ayollar vasıta aşında yaqinlik, tatlıq gaplarga amroq bo'ladi. Ularning ko'nglini şu açıdı qarindoshlar. Erlerden şunu arzu qildi bu ayollar. Çünkü ayollarning hissiyat tuyg'usi erlarga o'xshamaydi. Bular aşında tatlıq gap, tatlıq söz, xush chiroy, mushuning amroq. Unda bo'lgan ekan biz bu Rasulullah'ның sünnetini tutup ailemizni yaxshi ko'rish, yaxshi ko'rganligimizni gap so'z harakatlar bilan ifodalab turish demakchi. Rasul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe anamızga bir qatim shundoq dedi. Ama tardin en takuni zawji fid dunya vel ahira. Ey Ayşe, siz meninki dünya ahiretlik ayolim bo'lishga rozi bo'lmamsiz debdi. Bala, voy albatta rozi bo'laman ya Rasululloh dedi. Rasulullohim dedi. Enti zawji fid dunya vel ahira. Siz mening ikki dunyolik ayolim dedi. O'ylab baqili. Mush so'zni Ayşe anamiz anglagan chaqda ne kadar bir xo'shallik cho'mganligi. Bu Resulullah'ın bu Ayşe'ye bo'lgan muhabbetinin bu kadar izhar kılınışı, yani bu dünya, o dünya mening ayolim deb Resulullah'ın Ayşe'ye muhabbet izhar kılışı, Ayşe anamizni muhabbetke kümüp xo'shallik çöktürüp etdi qarindoshlar. Bu iniqlam. Mana bu bizning Rasulimiz edi, ailesini yaxshi ko'ratdi,
va yaxshi ko'rganligim deydi. Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam oilasida naiti xushxo'y, xushfe'l, xushchaqchaq edi qarindoshlar. Ayşe anamızdan keyfe kana Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem fil bayt degende Rasulullah yani ailesinde qandaq ar edi degan chaqda kana Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem bassaman dahhakan degan. Rasulullah oilda shundaq xushchiroy, kulginchak, xushfe'l edi deb javob bergan Ayşe anamiz. Endi ba'zi erlar sırtda şunda xushxo'y, xushchaqchaq, boshqalar muomala qanchaqda shunda muloyim, uy kirgan chaqda boshqacha bir odam qopoqrul turilgan, o'r-po'r qilib. Nimanda bunda qilsa desa, akishtigan uyda o'zini manda tutish kerak. Shu hammasini shunda qopoqlarla boshqarish kerak deb manda qildi. Shunda qanchaqda erlik g'ururni, erlik bir saltanatni saqlab qoldi deydi. Xato qarindishim, Rasulullohning sunnati bu emas. Rasulullah ailesinde nait xushchaqchaq edi dedi. Bir vaqalikni so'zlay qarindoshlar. Mushu Rasulullah bir qatimliq safarda Ayşe anamizni birga etmangdi. Rasulullah safarga chiqmoqchi bo'lsa, chak tashlab, qaysi ayoli chakdi chiqsa, shuni safarga birlab chiqardi. Shundan bular safarga chiqib, safar qaytadigan chaqda Payg'ambar alayhisalom sahobalarga dedi, "Sizlar oldimizda mang'ash turinglar" dedi. Deb, andik Ayşe anamizga yugurisham do'q dedi. O'ylab boqinglar qarindoshlar. Rasulullah 40 dan oshgan. Shu chaqda bir davlatning raisi bo'lish bilan birga payg'ambar, musulmonlarning payg'ambari. O'zi bir katta zot. Lekin Oyshamiz bo'lsa tix amdi 15-14 kirgan kichik bir qiz yugurisham do'q dedi. Oyshamiz deydi, "Men o chaqda nayt uruqdim. Rasulullah yaxshi cho'ng bo'lgan, o'sha musobaqa qilishib men utib oldim" dedi qarindoshlar. O'ylab boqinglar, mana bu payg'ambar. Bu bir xo'shallik olib kelish uchun, bir baxt saodatni o'zimizga olib kelish uchun jiqish ketmaydi. Normal, oddiy bir ishlar bilan va 4 og'iz tatliq gap, oddiy bir harakatlar bilan oilamizga baxt saodat olib kelalaymiz. Ayşe onamiz deydi, shuning bilan yine ma'lum vaqt o'tgandan keyin yana bir qatam Rasululloh bilan musobaqalashdik. Ya'ni Ayşe onam bilan musobaqalashamiz debdi. Bo'ldi dedim, lekin bu chaqda men samirib qolgan edim deydi. O'sha bu qatam Rasululloh utib oldi dedi. Biz o'ylaymiz, payg'ambarning uyi, Qur'on tilovat qilish, zikr qilish, dinning muhim ishlari, bu jig'zora, mushundoq namoz o'qish bilan, ro'z tutish bilan o'tadigan uy deb o'ylab qolamiz. To'g'ri, buni bo'lish kerak. Lekin Rasulullohda oilasida mandaq ishlarmi bor qarindoshlar. Ayşe onamiz deydi, men bir qatim tamoq etib sal nerisida Zeynep o'ltiradi dedi. Zeynep radhiyallohu anha, ya'ni Rasulullohning yana bir ayoli. Şu Rasulullah kelib ikkimizning o'ttirisida o'ltirdi dedi. Men shu tamoqni chiqib, Rasulullohga tamoq berib, Zeynepga tamoq yeying deb bersam, yemayman deb turib oldi dedi. Shunla men ya tamoqni yeysiz, ya bo'lmasa tamoqni olib yuzingizni surib o'tim desam, surib olsam yemayman deganda men eplam tamoqni yuziga surib o'tdim dedi. Rasululloh shunda qanday posiyat bo'ldi? Kulib Rasululloh anakin Zeynepga "Siz intiqomingizni elib oling" deb Zeynepning quliga tamoqni ep berdi dedi. Şu Zeynep meni yüzümü sürküdi. Şunda turvasak Ömer Rıza'la Abdullah da bizni işikten öttü. Rasulullah Ömer kirdan şöyle kup yüzünü jona kuponlar da şunda dedi. Ben şunundan keyin Ömer'den aymindigan bo'lib qoldim. Rasulullah ayminganlikda men ayminma degan. Ana mush vaqalikda o'ylab boqinglar qarindoshlar. Payg'ambar ikki ayol bir-biriga bina surkishayotgan. Rasulullah tan kulishib, chaqchaqlashib, Zeynep onamizning qo'lqaliq ochdini ep berib sam surkib oladi. Bu mana bu Rasulullahning oilasidagi bir bo'lishi qarindoshlar. Endi yana bir muhim gaplarning biri qarindoshlar. Mushu nurg'un qarindoshlarimiz turmushda yana issiq suvoq bo'ldi. Bir oilani boqmoq oson emas. Nurg'un qiyinchiliklarga, bosh og'riqqa duch keladi. Endi mening bu yerda qilgan tavsiyam mushu sirtdagi bosh og'riq, ko'ngil og'riq tatgan jafoni oilaga so'rab kirmaslik. Ish
ishdan kirganda oyoqni sep kirganda jafo mushaqqat bosh og'rig'ini sep tashlatib oilaga xo'shal xo'ram kulimsirgan chiroyda kirish. Chunki Rasul akram sallallohu alayhi vasallam mushundoq edi. Rasululloh bir ummatning g'amini yeydi. Düşman bo'lsa 24 soat Rasulullohning pini qirqiyman deydi. Eng suyimlik ayoli Xadicha vafot bo'lib ketdi. Tag'isi vafot bo'lib ketdi. O'ylab baqili. Hamza raziyallohu anhu shahid qilib o'tildi. Demak, dunyoda eng g'ami ko'p odam bo'lsa Rasulullohdir. Chunki bir ummatning g'amini ko'taradi. Ummatning g'amini beshiga ilib yurgan Rasululloh uy kirsa, ma g'am-pamni neresi qo'yib, oilasida shundoq kayfa kana Rasululloh qandoq shunda muloyim, kulimli turgan, shundoq xushchiroy, xushfe'l edi deydi ayollar qarindoshlar. Bizmi mana Rasulullohninki mana bu sunnatni unutilmasimiz kerak. Biz uyga deb kirsak bu ayolning nima gunohi? Chunki bu ayol ikki og'iz tatliq gap, bir xushchiroy, bir azroq bir ko'ngli xo'shildigan bir ish harakat gap so'zlarga muhtoj bo'la olma. Bu bechoram uyda ishlab jafo tortib, shu qacha erim kiradi deb o'tasa, biz uydagi shu qapoq turib, beshimiz sangiltib, butun dunyoning g'amini elib uy kirsak, bu ayolning nima gunohi qarindoshlar? Shuning uchun Rasululloh birinchisi nihoyatda ayolni yaxshi ko'radi deb deydi, ikkinchisi uyda nihoyat muloyim, xushchiroy edi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam oilasida ayoliga yordam beradi deydi. Ya'ni ayollar uyda yetish bilanmagan vaqtida payg'ambar sallallohu alayhi va sallam oila ishlarini qilish beradi. Bu vaqtda Oysha onamizdan Rasululloh uyda nima ish qildi deb so'ralgan vaqtda, kana nabiy sallallohu alayhi va sallam kana fi mihnati iyalihi. كان يخيط ثوبه ويخسف نعله ويرقع دلوه. Yani Rasulullah uyda ayollarning ishini qilish beradi. Kiyimini jitlib kelsa o'zi tikdi, oyoq buzilib kelsa o'zi o'ngshaydi, buzilib ketgan uy saymonlari bo'lsa uni o'ngshaydi, kiyimi uyabiya maynat bo'lib qolsa o'zi tozlaydi, qo'ylarni sog'iti ve o'zi xizmat qiladi deydi. Ya'ni o'ziga xizmat qiladi dedigini ash nimish o'z onak o'ta, choy qo'shib o'ta, oshak o'ta, nonak o'ta demay, o'zi berib bir narsa lozim bo'lsa, o'zi akilib, o'zi o'rnini qo'yib, o'zini ishlarini o'zi qiladi. Kash uni buni bo'rib o'ltirmaydi deydi. Ammo namoz vaqti kelgan chaqda qama ila salati va ka'annahu la ya'rifuna deydi. Aş namaz o'qib qolsa, shundoq as-salat deb namoz azon chiqqandan keyin bizni tonimaydigan holatga keladi yani. Demak, Rasulullohning qarab aql qarindoshlar. Mana dunyo va bu oila bilan qanday holatda yashaydi. Normal ish qilgan, shundoq azon chiqsa, ka'annahu la ya'rifuna. Bu bizni tonimas holatda ishiga mang'atdi, ya'ni namozga mang'atdi deydi. Mana bu payg'ambar alayhisolamning oilasida qilgan ishlari. Rasululloh ailesiga yordam beradi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam ayoliga nihoyat vafodor edi qarindoshlar. Endi bu vafodorlik islom dinimizdagi tepilmas bo'lmaydigan, bir musulmonda bo'lmaydigan go'zal axloqlarning biri. Xadicha onamiz mash Rasulullohga vahiy tushib, Rasululloh tunji da'vatni insonlarga yetkazish yo'lida atlangan vaqtida o'zining ijtimoiy o'rni bilan, iqtisodi bilan Rasulullohga shundoq yaxshi yordamchi bo'ldi. Tunji bo'lib Rasulullohga iymon etdi qarindoshlar. Endi Xadicha onamiz o'lib ketgan keyin Rasululloh davomli Xadichaning gapini qiladi. Andoq yaxshi ayoldi, mandoq yaxshi ayoldi deb mushundoq Rasulullohninki Rasululloh Xadicha onamizning gapini baq qiladi. Nimishqa? Vafo qarindoshlar. Oysha onamiz pat-patla Xadicha onamizdan kullab qoladi. Amaliyotda bo'lsa payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Oysha onamizni Xadicha onamiz tuyab ketgandan keyin olgan. Xadicha onamiz bilan uy tutgan vaqtda Rasululloh hech qanday yana bir ayol bilan to'y qilmagan.
Shundoq uyga yaxshi tamoq kelib qolsa, voy mana Xadichaninki do'stlarga ochiq biringlar deb avatayotgan. Shundoq uyda bir qo'y o'ltirib go'shtlar olib qolsa, mana Xadichaning do'stiga, mana Xadichaning ma do'stiga, mana Xadichaning falon tuquniga deb Rasululloh shunda avatib qo'ygan. Yaxshi yeng kiyim kelib qolsa, yaxshi bir narsa kelib qolsa, o'sha Xadichaning onamizning do'stlari, oilasi, tuqqanlarga Rasululloh avatgan. Endi Oysha onamiz shu sababdan men Xadichadan kullagandek boshqa ayolni Rasulullohdan menda kullab baxmagan deydi. Hatto Xadicha onamiz o'lib ketgan yilni Rasululloh maxsus bir bu naiti g'am qildigan, g'amga tushab ketgan bir yil bo'ldi deb yilning ismini Amil Huzn yani motam yilisi yoki g'am qilish yilisi deb atagan qarindoshlar. Nima uchun? Xadicha onamizga bo'lgan vafotorligi. Bir qatam Oysha onamiz voy Xadicha desam bir qayrib qolgan bir xotin deb. Chunki Xadicha onamiz Rasulullohdan cho'ngdi. Alloh subhanahu va taolo yosh chiroyli bir qiz bas Xadicha desa, Alloh sen yaxshisini berdi debdi Rasululloh. Alloh bilan qasamki, hargiz yaxshisini bermadi deb, ya'ni Xadichaning yaxshiligini yana shundoq Oysha onamizni shundoq yaxshi ko'rsimi, yana Alloh men Xadichadan yaxshisini bermadi deb mushtaq vafotorligini bildirgan. Demak, Rasululloh ayollarga vafodor edi qarindoshlar. Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam ayolini hurmatlaydi. Endi psixik olimlar shundoq deydi. İnsonda bir ruhiy ehtiyoj bor deydi. U bo'lsa-mu, shu har bir inson o'zining boshqalar tarafidan hurmatlanishini va taqdirlanishini yaxshi ko'rdi deydi. Bu insondagi bir tabiiy ehtiyoj deydi. Ama dinimizmi bunga nima deydi desa, dinimiz bununla Rasul Akram sallallahu aleyhi ve sellem la yukrimuhunna illa karim ve la ma akraman nisa illa karim ve ma ahanahunna illa la'im. Ayollarni faqat oli janob kishilar hurmatlaydi. Faqat pastkash kishilar xurlaydi degan. Demak, erlarning ayolni xurlishi shu erlarning pastkashligini ko'rsatsa, erlarning ayollarini hurmatlashi shu erlarning oliy janobligini ko'rsatdi qarindoshlar. Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam bizning guvohligimizdan emas, kofirlarning dushmanligining guvohligi bilan yer sharidagi eng aqlli insonning biri edi. En aqlli inson edi. Shunda turug'liq bir ishlarni qilsa, ayollarga maslahat silib, ularni bilan fikr almashtiradi. Nima uchun desa, ularga hurmat bildirganlikdan. Masalan, aytaylik. Mushu Rasululloh sahobalar bilan haj qilish uchun Madinadan Makka qarab mangdi. Yo'lning tinkayoqda kofirlar to'sib oldi. Bir yil qilmaysa hajni deb. Shunda qilish orqali payg'ambar alayhisalom kofirlar bilan bir to'xtam tuzab, shu yilsa qaytib kelib, kelar yil haj qilmoqchi bo'ldi. Endi sahobalarning hammasi haj qilamiz deb, o ihromlarni kiyib, safarga tayyor qilib, o Makkaga berib, yurtlarini bir ziyorat qilib, nurg'un muhojir sahobalar bor emasmi? Shular bilan birga bir haj qilib, yurtimizga berib kelamiz deb mangan edi. Şu Rasulullah boldan bir yıl haj qilmaymiz, ihromni silib asta qaytinglar debdi. Sahobalar bu bak ig'ir keldi qarindoshlar. Umar Rasululloh payg'ambar sallallohu alayhi vasallam voy sizlar tushlardan bosh haramga kirib tush ko'rgan do'stlar, bu payg'ambarning tushi haqda degan, to'g'ri men hajga berib tush keldim, lekin bir yil bormiz dedikmi ya Umar? Hamını bormiz inshaalloh deb shunday javob bergan. Shu Rasululloh sahobalarga ihromdan chiqqanlar, ya'ni beshinglarni tushirib, ihrom kiyimini silib, normal kiyimni kiyib Madina qaytaylik degan chaqda sahobalarimiz jimmid o'ltirib qolgan. Ya'ni Rasulullohning buyrug'ini ijro qilmay o'ltirib qolgan. Endi bu dinda bir xatarlik qarindoshlar. Bu Rasulullohning buyrug'ini ijro qilmaslik dinda bir xatarlik. Mana Rasululloh 5 qatib bu qanday qilamiz deb to'vaqda Ummu Salima onamiz Rasulullohga maslahat bergan.
Ya Rasululloh, siz o sahabalarga uni buni demay, o'zlari shu qurbonlik qilib, shu hajga epmangan qo'yni o'tirib, boshlarini tushirib ihromdan chiqsalar, debdi. Rasululloh deganda qilibdi. Peygamber Aleyhisselam 5'ini tushirib ihromdan chiqibdi. Sahabalar bunda qarab Peygamber Aleyhisselamning ahvolini ko'rib, boshlarini tushirib, qo'ylarni o'ltirib ihromdan chiqdi. Acayip bir cho'ng bir musibatdan saqlab qoldi. Qandoq degan chog'da, agar sahobalar Rasulullohning gapiga tushadi, unmagan bo'lsa, iymondan ajraydi qarindoshlar. Rasulullohning gapiga osi bo'lish iymon dindan chiqirdi bizni. Ham bu Rasululloh bilan sahabani o'tirsa, cho'ng bir chatoq chiqadi. Mana bu onimiz Rasulullohni va sahobalarni mana shundoq bir xatarlik sharoitda o'zining oqilona maslahati bilan qutqizib qoldi qarindoshlar. Demak, Rasululloh ayollarga maslahat silishi, bir osmondan vahiy tushadigan bir payg'ambarning ayollarga bir ishlarni maslahat silishi shu ayollarga bo'lgan hurmat edi. Endi bu to'g'riliq so'zlab kelsak, nihoyatda gap jiq. Ya'ni gapning xulosi qarindoshlar, Rasululloh ayollarga vafodor edi, ayollarning hurmatlaydi va bir ish qilsa maslahat qiladi. Mana bu Rasulullohning sunnati. 6-cı nokta bo'lsa qarindoshlar, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ayoli uchun o'zini o'ngshab, o'zini tuzab yuratdi. Endi bu o'zimizni o'ngshab pokiz bo'lishimiz shariatda buyurilgan ish. Chunki biz dinimizda kiyimni ratlik kiyish, badanimizning pokiz bo'lishi, uylarimizning pokiz bo'lishi dinimizda talab qilingan ish. Lekin Oysha onamiz deydi, kana kaf Rasululloh sallallohu alayhi va sallam alyan min al-harir yusafihul musafih fayazallu yawmahu yajidu rihaha dedi. Rasul Akram sallallohu alayhi vasallamning qo'li shu yipakdan yumshoq edi. Agar bir odam Rasululloh bilan qo'l tutishib ko'rsa, bir kungacha Rasulullohning qo'lini tutgan qo'l bir kun atruraydi dedi qarindoshlar. O'ylab baqili. Ya'ni Rasulullohning qo'lini tutib ko'rishib olgan odamning qo'li bir kun atruraydi dedi. Hamda sahabalardan İbn Abbas radhiyallohu anhu, men ayolim uchun Allohga yasinaman. Chunki men ayolimning chiroyli bo'lishini orzu qilgandak, ayolimmi mening chiroyli bo'lishimni orzu qildi degan. Yana bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shu uy kirgan vaqtida avval ma yadkhulul bayt yastannu bis-siwak deydi. Uy kirgan vaqtda darhol og'zini misvaqlaydi dedi. Ana bu hadisga izohlagan ulamolar, chunki Rasululloh uy kiriblam ayollarni suyab qo'yatdi, shuningga darhol og'zini tozalaydi deb mundaq tushundirgandim ba. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu shundoq deydi. Men Rasulullohninki qulidan keldigan puroqdak undaq go'zal puroqni ya ihfoda ya ambarda topolmadi. Shunda go'zal bir puroq keldi deydi. Bir sahabe shundoq dedi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu, Rasulullohning yuzi paqiraydi debdi. Bir suhbat ash qilish paqirgandek paqiram desa, Rasulullohning yuzi oy kun paqirgandek paqiraydi deb mundaq javob bergan qarindoshlar. Ya'ni Rasululloh tashqi ko'rinishi Rasulullohning oyda kundek shunda parlaq edi. Puruq bo'lsa ippa ambardek mushunda buraydi. Qo'llar xuddi yipakninki yumshoq, yipakdek yumshoq. Endi mushunda o'zini o'ngshab, o'zini ratlik, mushunda o'zini xushpuroq tutishi, ya'ni ayollar uchun edi deydi qarindoshlar. Mana bu erlarimiz diqqat qiladigan oilada baxt saodatga, oilada muhabbat bo'lishga rol o'ynaydigan masal, mana bu bir qator masalalarga diqqat qilishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo nasib qilsa, qolgan 4 nuqtani keyingi darsimizda sizlarga bayon qilib beramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.